Paletkadan foydalanib shaklning bo'yalgan qismining yuzini toping. Bunda katakchalarni har birining yuzasini 1 cm kvadratdan deb oling deb savol qo'yilganki, ya'ni bo'yalgan soha mana shu. Endi katakchalarni sanaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 bunaqasiga. Bunaqasiga ham 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kara 8 katta kvadrat turibdi-da hozir. 8 ta bunaqasiga, 8 ta bunaqasiga. Polni katakchalar soni ichida 64 ta bo'ladi. Ya'ni 8 ko'paytiruv 8. Umumiy katakchalar soni. Xo'p, endi bo'yalgan qismini yuzini topishimiz kerak. Uning uchun mana bo'yalmagan qismi yuzini olib tashlash kerak. Ayruv qazishcha yozaman. Bunda paletkadan foydalanayotganda yarimtali kataklarni olishimiz kerak. Butun bo'lmagan kataklarni sanab chiqishimiz kerak. Misol sanasam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta bo'ladi. Yana boshqatdan sanayman. Mana butun bo'lmaganlarim. Mana shu yerdan sanayman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ta butun bo'lmagan katak bor. 12 ta. Butun bo'lmagan kataklarni sanash kerakda, qoidasiga asosan 2 ga bo'lish kerak. Uni yuzasi chiqadi. Endi butun bo'lganlari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plus 12 barobar 8 kara 8 64 ayruv 12 ni 2 ga bo'lsam 6 plus 12 yana barobar. Ya'ni 64 minus bo'ladi 18, ayruv 18. 4 dan 8 olib bo'lmaydi, bitta qarz bersam 14, 14 dan 8 olsam 6. Bunda 5 qoldi, 5 dan 1 ayırsam 4. Ya'ni endi qaytadan tushuntiraman. Bizlar to'liq bunaqasiga nechta katak, bunaqasiga nechta katakligini sanadik. 8 tadan bo'ldi. 8 8 ko'paytirsak, men kvadrat ichidagi kvadratchalar, katakchalarning umumiy soni chiqadi 64 ta. Keyin yarimtali kataklarni sanab chiqdik. Mana 12 ta chiqdi. Yarimtali kataklarni sanab yuzasini topayotganda nechta bo'lsa shuni 2 ga bo'lsak, o'sha yarimtali katakchalardan iborat bo'lgan maydonning yuzasi chiqadi. Keyin butun kataklarni sanab chiqdik. 12 ta chiqdi. Demak, bo'yalmagan sohaning mana yuzasini topsak 18 chiqdi. Umumiy yuza 64. 64 dan 18 ayirsak 46 chiqdi. Demak, javobimiz 46 santimetr kvadrat. Chunki bitta katakcha 1 santimetr kvadratdan deb hisoblanganda 46 ta katakcha ekan, bo'yalgan umumiysi 46 santimetr kvadrat bo'ladi javob.